So'z yodlashda qiynalyapsizmi? Shuncha so'zni yodlab ham uni writing va speakingda ishlata olmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Bu videodan keyin sizda so'z yodlashda umuman muammo bo'lmaydi. Bugun siz bilan so'z yodlashning sinalgan va samarali 5 ta usulini ko'rib chiqamiz. Birinchi uslub bu mnemonix uslubi deyiladi. Ya'ni bu uslubda siz istalgan so'zni uzoq muddatga yodlab, eslab va ishlatish uchun siz shu so'zni siz uchun ahamiyatga ega bo'lgan, sizni xotirangizdagi qaysidir voqea hodisaga bog'lisiz yoki bo'lmasam kinoga, qaysidir insonga nisbatan qo'llashingiz mumkin. Masalan, misolimizda condescending so'zini olaylik. Noqo'ygan, takabbur, qolganlarning gapiga kirmaydigan ma'noda keladi. Va men bu so'zni eslaganimda har doim kinodagi shu personaj xayolimga keladi. Nazira, choy olib kel. Choy, muncha ko'p choy ichishadi bular. Demak, men gap tuzaman. Such a condescending and stubborn girl as she didn't want to do what they told her to do. U shunaqangi condescending va qaysar qiz ediki, u qolganlarning gapiga kirmas edi. Demak, men bu gapim orqali o'zimni ishlatmoqchi bo'lgan so'zimga personaj yaratdim va shu personajni eslaganimda shu so'z yodimga keladi. Shuning uchun ham bu so'zni men keyinchalik qo'llashimda va eslashimda qiynalmayman. So'z yodlashdagi ikkinchi uslub bu flashcards uslubi. Hammaga tanish bo'lgan kartalar orqali so'zlarni yodlash. Bunda yodlamoqchi bo'lgan so'zingizni inglizchasini kartaning oldi tomoniga, uning ma'nosini esa kartaning orqa tomoniga yozib olamiz. Va bunday so'zlarning bir nechtasini yozib bo'lganingizdan so'ng, uni parta yoki stolingiz ustiga qo'yamiz. Shu tariqa qo'yganingizdan so'ng, buni birin-ketin mashq qilishni boshlaymiz. Masalan, book, kitob. Topdim. Topgan so'zlaringizni bu tomonga, topolmaganlaringizni esa yon tomonga qo'yib qo'yasiz. Shu tariqa bu mashqni 2-3 marta takrorlaymiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, inson agar ma'lumotlarni takrorlab turmasa, bilgan ma'lumotlarning 70% 24 soat ichida unutib yuborar ekan. Shuning uchun bu mashqni kun davomida 2-3 marta takrorlaymiz. So'z yodlashdagi 3-uslub bu mini storytelling uslubi. Bu uslubni ham albatta kartalar orqali qilamiz. Bu uslub aslida nima uchun kerak? Ya'ni ko'pchiligimiz so'zlarni bilamiz. Qiyin so'zlarni C1, B2 level, katta level so'zlarni bilamiz, lekin uni amalda speaking, writinglarda ishlatmaymiz. Bunga sabab praktikaning kamligi. Bu uslub esa sizga majburlab shu so'zlarni ishlatishga yordam beradi. Masalan, biz yodlashimiz kerak bo'lgan so'zlarni turli ketma-ketlikda stol ustiga qo'yib olamiz va kichik hikoyalarni tuzamiz. Masalan, book, son, father so'zlari yozilgan bo'lsa, I have a book and this book is about a son, so my father gave this book to me. Va ekranda ham ko'rib turganingizdek, siz uchun shablon storytellingda, demak, har xil so'zlarni yozib, uni ketma-ketlikda shu so'zlarni ishlatgan holatda hikoya tuzib ketamiz. Bu sizga o'zingizni passiv ishlatmaydigan lug'at boyligingizni aktiv, tez-tez ishlatib turadigan lug'at boyligiga o'tkazishga yordam beradi. So'z yodlashdagi 4-uslub bizda word formation deyiladi. Word formation degani so'zlarni turli xil formatsiyalarga ajratish. Buni mind game, ya'ni miya aqliy mashq desak ham bo'ladi. Bu qanaqa? Demak, o'quvchilarda aslida juda ham ko'p bazaviy, ya'ni asosiy bo'lgan lug'at boyligi bor, lekin ularni topiklarga ajratishmagan, ya'ni maqsadli slovarga ajratishmagan. Maqsadli slovar bu topic vocabulary. Masalan, aynan education, ta'lim sohasiga oid so'zlar yoki sport, aynan sport sohasiga oid so'zlar. Ya'ni miyani o'zida tasavvur qilishimiz kerak. Miyani o'zida har bitta mavzuga aloqador so'zlar uchun shkatulkachalar, ya'ni javonchalarni ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda aynan sportga aloqador so'zlar, aynan food yoki musical vocabulary, topic related vocabulary hammasini o'zini joyiga qo'yamiz va formatsiyalashga kelganimizda esa har bitta so'zni
alohida so'z mustaqil birliklariga ajratamiz. Buni qanaqa tushuntirsak bo'ladi? Masalan, misolimizda legal so'zi olingan, legal qonuniy degan. Lekin men uni 4-5 xil usulda formatsiya qilsam bo'ladi. Bu qanaqa? So'z yasovchi qo'shimchalar orqali. Legal bu qonuniy sifat. Legally desam adverb ravishga aylanadi. Illegal desam noqonuniy. Illegally desam noqonuniy so'zini ravish formati. Legality desam qonuniylik ot so'z birligiga aylanyapti. Legalize desam fe'l, ya'ni verb, qonuniylashtirish. Bitta so'z orqali legal, legally, illegal, illegally, legalize, legality. Men bitta so'z orqali 5 ta 4 ta lug'at yodladim. Va shu usulni har bitta so'zga qo'yib chiqsak, o'quvchi 3 ta so'z yodlasa, shu 3 ta so'zdan 15 ta so'zni yodlagan hisoblanadi. Yuqorida aytganimdek, so'zlarni yodlaganda miyada ularni alohida bo'limlarga ajratib olamiz. Otlar alohida, sifatlar alohida, fe'llar alohida. Shu usul orqali yodlash jarayoni yana ham osonlashadi. Va nihoyat, oxirgi uslub bu sinonim va antonim uslubi. Ko'pchilikka tanish, ya'ni so'zlarni yodlaganda uni faqatgina ma'nosini yoki tarjimasini emas, balki unga antonim, sinonimlarni ham qo'shib yodlashimiz. Masalan, big, huge, smart, intelligent, alike, same, small, tiny sinonimlari big, small, tall, short, fast, slow antonimlari. Bu usul sizni nafaqat so'z yodlash jarayoningizni osonlashtiradi, balki bir vaqtning o'zida so'z boyligingizni ham oshirib boradi. Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi 5 ta uslub orqali sizda lug'at yodlashda boshqa muammo bo'lmaydi.